Eronda rasmiy qasam berib vazifaga o'tirgan prezident İbrahim Raisi, Eron inqilob rahbari Ali Xameneyning fatvosiga asosan yadro qurollarini diniy jihatdan harom deb qaraydi. Yadro qurollarining Eronning mudofaa strategiyasida o'rni yo'q, lekin besim va embargolar Eronning qonuniy huquqlaridan voz kechtirolmaydi dedi. Koronavirus tunji bo'lib o'tirg'a chiqqan Xitoyning Wuhan shahrida yerlik manbalik yuqumlanuvchilar ko'payishga boshladi. Xitoy miqyosida 25 shaharda 300 dan ortiq kishiga Xitoy virusi bilan diagnoz qo'yildi. Xabar qilinishicha, Xitoyda 24 soat ichida 71 yangi yuqumlanuvchi bayqalgan bo'lib, bir oydan buyongi eng yuqori saviyaga yetgan. Xitoy Ko'chmanlar idorasi tunugun e'lon qilgan bayonotida zarur va jiddiy bo'lmagan ahvol ostida chegaradan ayrilmoqchi bo'lganlarga pasport yoki hech qanday qonuniy hujjat berilmaydiganligini bildirdi. Qozog'istonning Oqmo'la rayonida qattiq bo'ron ta'sirini ko'rsatdi. Qattiq bo'ron sababli energiya yetkazish liniyasi va daraxtlar o'rilib tushdi. Uylarning o'g'isi uchib ketdi. Rayondagi bo'ronning ta'siriga uchragan kentlarda jiddiy holat e'lon qilindi. Egilinishcha, hozirgacha hayotidan ayrilganlar to'g'risida doklad yo'q. Amerika Kengash palatasi Cumhuriyetçiler Partiyasining Kengash palata a'zosi Ron Jonsonning Meksika chegarasidagi tom turini bekor qilish qarorini to'xtatish uchun sungan qonun loyihasini tasdiqlamadi. Prezident Joe Biden sobiq prezident Donald Trump yo'l qo'ygan Meksika chegarasiga tom selish qurilishining federatsiya mablag'ini tutib qolgandan keyin Cumhuriyetçiler buningga qarshi loyiha sungan bo'lib, Kengash palatasining rad qilishiga uchirgan. Xitoyning janubidagi Guangdong o'lkasida Lobang tayfun bo'roni sababidan ogohlantirish signali tarqatildi. Xitoy taratqullarining xabar qilishicha, tayfun bo'ronining dengiz bo'yi rayonlarga yiqilishiga ergishib, 33 mingdan ortiq odam bexatar joyga yo'tkalgan. Dunyo futbolchiligida bir davr oxirlashdi. Barcelona Messi bilan to'xtam imzolamaydiganligini, Argentinalik futbolchining komandadan ayrilganligini e'lon qildi. Barcelona Messining to'kpisiga rahmat etdi va uning kelgusidagi kasbiy hayotiga utuq tiladi. Messi Barcelona komandasi uchun 672 top kirgizgan bo'lib, eng ko'p top so'lgan futbolchi bo'lib qolgan. Gretsiyada bir kunda 118 qatim o't ofati yuz berdi. Peloponnesidagi Iliada o't tarixdagi tunji olimpik tanarkat musobaqasi o'tkazilgan Olimpiya shahriga yetib bordi.